Tak, assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va xodoshlar. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Hozir qiladigan sizlarga video Oriflame kompaniyasidagi yana bitta kelgan sovg'am haqidan. Hozir bu sovg'a yopiq turibdi, sizlar bilan birga ochib ko'ramiz. A72 Galaxy telefoni. Bu Oriflame kompaniyasiga ishlaganimdan buyon 5-telefonim oladigan. Hozir sizlarga prямой efir qilyapman telefonimdan. Yana Oriflame kompaniyasiga 4 yildan buyon ishlayman, boshqa joyda ishlamayman. Hozir sizlar bilan ochib buni ko'ramiz. A72 telefon hali ishlatganim yo'q. Men ishlatib turganim hozir mana bu Redmi, Xiaomi ishlatganman. Undan oldin Samsung Galaxy 3larni ishlatganman. Bu 72A. Mana ochdim-da. Mana shunaqa ko'rinishda. Mana shunaqa ko'rinishda. Bu telefonni o'zim ishlataman. Undan oldingi telefonimda bittasini qizimga sovg'a qilganman, o'g'limga qilganman. Mana bu telefonim. Mazada qizlar, hurmatli meni ko'rib turgan yurtdoshlar, albatta bunaqa sovg'alarni sizlar ham olishlaringiz mumkin. Bu yerda ishlash juda ham oddiy. Telegram silkalarim turibdi. Telegramdan kirib yozsalaring o'rgataman. Qanday nima juda ham oson. Bu yerda ishlash qiyin emas, muammo emas. Mana shu telefon. Проводиga mana zaryadchiklarida. Bu yoqda nima bor ekan? Bo'ldi. Naushniklar yo'q. Mana shundan iborat. Kimda-kim o'zini ishiga qo'shimcha ish qilmoqchi bo'lsa yoki qo'shimcha daromad qilishni xohlaganlarda komandamga taklif qilaman. Sizlar ham kelib qo'shilsalaring bo'ladi. Oriflame kompaniyasida ishlash uchun sizlarga joy yoki bo'lmasa pul kerak emas. Imkon darajada o'zlaringiz uchun sovun, shampun, qo'l krem, oyoq krem, yuz krem shunaqa narsa olib yursalaring bo'ladi. Bu yerda pul tikib uyga narsalar ushlab turish shart emas. Bu oddiy magazin. Xullas, Oriflame kompaniyasi ishlovchilarini komandamga taklif qilaman. Pastga qo'ygan telefon raqamlari orqali kirib ulansalaringiz bo'ladi. Mana shunaqa nakladnilar bilan keldi. Bu oxirgi emas. Bundan keyin yana aksiyalar ketyapti. O'sha aksiyalarga ham sizlarni taklif qilib qolaman. Hozircha xayr, yangi videolarni ko'rishguncha xayr.